do'konimizdan kelishdi akamiz. Instagramda ko'rib yurishar ekan, rullari juda ham og'ir ekan. Ishni boshladik. Hozir qaysi joyda aybi bo'lsa, almashtirib rullarni gidravlikada qilib beramiz. Bo'lgan jarayonni qo'yamiz, birgalikda ko'rasizlar. Ketdi. Akalar, bu mayatliklaring qancha yuradi deganlarga kommentariyada savollar bo'lyapti. Necha yil yurib beradi deganlarga isboti keldi. Akamizga o'rtacha 7 yil bo'libdi qo'yib berganimizga, hozir so'radik. 7 yilda endi pachinilari sal og'irlashib qopti. Ishlayapti-yu, og'irlashib qopti. Shuning uchun yangi qo'yib beryapmiz. 2025 damasdan yechib tayyorlaganimiz. Mana shu narsaga qo'yib qolaveringlar. Eng kam mana 7 yil yurib berdi. 10 yilgacha yuradi deganimiz isbot mana shu bo'ladi. Koreya korpus nomeradi akalar. Qo'yishni boshlaymiz, bo'lgan jarayonni qo'yamiz. Ketdi. Akalar, mashinamiz tayyor bo'ldi. Oddiy bitta mayatni qo'yib, rullarni yengil qilib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana yengil bo'ldi. Razvallarga chiqib berdik. Akamiz bitta yurib ko'rib baho berishadi. Birgalikda ko'ramiz. Ketdi. Akamiz yurib kelishdi. Mana o'zlaridan bitta so'raymiz, guvoh bo'lasizlar hozir. Aka, mashina qalay bo'libdi? Mashina zo'r bo'ldi. Zo'rmi? Tavsiya qilamiz. Ancha yengilladi rollari. Aha. Bitta mayatni bilan aka shunchalik. Aka yana chashkalar qo'yib bersa, shu barmoqda birlayman. Zo'r bo'ladi, xolos. Bo'ldi aka, joningiz sog' bo'lsin. Akalar, mashina gidravlika kerak bo'lsa, Damaslar kelaverasizlar. Hada o'ylar yumshoq qilib qayerda qilib beramiz. Manzilimiz Qo'qon shahrida. Pastda nomerlar qoldiramiz, murojaat qilaverasizlar. Mana shu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan zo'r videolar qo'yamiz. Sog' bo'linglar.